yerdan tavoning kibrlanib ketsa zaboning, alhamdini unutgan oning, qabristonga bir bor borib ko'r. Nasıl tegmay qolsa qalaming, yutolmasang ranju alaming, yengolmasang kelganda g'aming, qabristonga bir bor borib ko'r. Yer uzunsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zamoning, alhamdini unutgan oning, qabristonga bir bor borib ko'r. Sherman degan zo'rlar yotibdi, topganlari bir uyum tuproq, boshlarida bir toshdan bo'lar, na bir soya na bitta giyoh. Qadrlasa qadriga yetkin, beqadrdan olisroq ketgin, yuragingga topmasang taskin, qabristonga bir bor borib ko'r. Yer uzilsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zamoning, alhamdini unutgan oning, qabristonga bir bor borib ko'r. Yer uzunsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zamoning, alhamdini unutgan oning, qabristonga bir bor borib ko'r. Mana yosh bolalar kelyapti. Ota-onalaringizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu xizmat qilganlaringizga rozi bo'lsizlar. Ota-onalarimiz huzurlarini ko'rsin. Olib borgan ishlaringizda Alloh taolo sizlarga o'zining ajr savoblarini ziyoda qilib turib, o'ng tomoningizda ham, chap tomoningizda ham ajr rahmat tarifchalari bo'lsa, o'shalar bugun sizlarning amallaringizni, amal-namolaringizga ortig'i bilan yozib qo'ying. Bitta qilgan ishlaringizni 10 tasini 100 qilib yozib qo'ying. Mana shu olib borgan ishlaringiz uchun barchalaringizga katta rahmat. Bu yerda yotgan qabr egalari nomidan, qatnasholmayotganlar nomidan, hammamizning mahalla ahli nomidan hammalaringizga tashakkur. Xudoy taolo hammalarimizni o'ylagan niyatlaringizga rizq nasibalaringizni ziyodasi bilan bersin. Kutganlaringizni ortig'i bilan to'ldirib bersin. Amin. Barchalaringizga rahmat. Endi bitta bu yoqda mana. Yo'q, mana bu yoqda. Yaxshilab ovoz chiqarsa, hammasi